Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 73. saatini görüşünlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz, hammallah ma'lum bolgandek her hafta şu saatlerde davamlaştırıp kelayotgan programımız inşallah bugün 73. saatine geldik. Her temada, her hafta bir temin tutkan asasda huzurunuz bulvatımız. Her bir Müslümanniki öz dininden ait müstehkem, roşan, uçuk düşünüşü gerek bo'lgan temalarni huzuruna sunuvatımız. İnşallah bu şekilde Rabbim öğretmen müddetkice devam qilamiz. Bugünkü temamiz tünügün e'lon bergandek üstünlük talashish illeti mavzusida to'xtalamiz. Programımızın daimlik mehmini hammalar tunuşuq bo'lgan hurmatli ustad Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi shunaqla Dunyo Musulmon Olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz oldindan. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız Naq Maydondan Facebook ve YouTube kanallarımız orqali tarqatilyotdi. Ekran oldiga chiqib turayotgan numaralar orqali programımızga aloqador fikr taklif berishingizni shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizding foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda olsa programını başlab ketsak, hurmatli ustad, bugün bu temani tutib o'ltiribdik. Oldi bilan ustunlik talish illatining mohiyati nima? Mushu haqda so'z qilib başlasak, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana peygamberimizge dua salamlar olsun. Bugün siyasi hareketlerimizdeki yaki siyasi faaliyetlerimizdeki illetler degen temaga merkezleştirip to'xtalmoqchi bu temani. Bu tema kelsak, inson ruh, aql ve cisimden ibaret üç maddeden yaratılgan, yak üç amilden yaratılgan məxluq olganlığı için bu insanın karakteri yukarıki üç amilninki tesirigi qarta yoki ahvoli qarta o'zgardi yoki o'zgaradi. Agar insonning ruhiy dunyosi pok bo'lsa, aqliy qobil yuqori bo'lsa yoki ong safasi yuqori bo'lib qolsa, qalbning poklik bilan aqlninki yuksakligi birlashgan vaqtida ya da ahlaklık bir esil insan barlıq gelir. Ya ki ahlaklık esil bir insan aylanır. Eğer insanın ruhi dünyası pak olmasa, bunun koşulup onun akli sapaz töven olsa, ansız olsa, cahil, bilimsiz olup kalsa, bu türdeki insanlarda şahsiyetçilik, menmençilik, özden mağrurlanış, hasad qilish, o'z qilinmagandikin men qilinmagan boshqalar qilamdi deb yomonlik qilish, o'ziningki gapida yoki ko'z qarashlarida to'g'risi mushu deb ham turaverish qatorliq illatlarga duch keladi. Bu illatlar yoki bu illatni qisqartgan vaqtda mag'rurlik illati va ustunlik talish illati deb ataladi. Bu illet kimler yüz berdi dese, her qaysi sahadaki adamlar yüz berishi mumkin. Alimlar yüz berishi mumkin. Ziyolilar yüz berishi mumkin. Siyasi erbablar yüz berishi mumkin. Vaizlar yüz berishi mumkin ve başka insanlar yüz berishi mumkin. Yakunlagan vaqtda jallaq aqidaga bo'lmagan, pak qalbga bo'lmagan, güzel ahlakni yetishtirmagan ve yukarı siyasi anga yoki siyasi safaga ega bo'lmagan har qanday sohada kishilarda yuz berish ehtimolli bo'lgan psixik illatdir va ijtimoiy kasaldir bu. Shu bu ko'plagan sohalarda, ko'plagan shaxslarda har vaqt, har zaman yuz berib qolish ehtimoli mavjud. Xo'sh. Bu illatga duch kelgan shaxslarning qatorida ba'zi bir shaxslar bo'ladi. Bu shaxslar bu şahslar siyasi prensipten vazgeçiş bedeli olsun mu? Müslümanlık ahlakından çetneş bedeli olsun mu? Ya ki Müslümanlık ahlakından vazgeçiş bedeli olsun mu? Üstünlük talış kırışık girip gelir. Üstünlükki erişsem boldu, hemmeden çoğun bolsam boldu deydiğen beygi güçüp kalır. Bu türdeki insanlar
millatning manfaatiga xizmat qilgandan bakrak o'zining shaxsiy manfaatiga xizmat qiladi. Va axloqsiz usulga tayinib, ya'ni shariatning ro'yiga musulmonlik axloqi uyg'un kelmaydigan axloqsiz usulga tayinib, boshqalarning e'tiborini yanjish, boshqalarning e'tiborini tövelletish orqali yuqori maqomga erishmoqchi bo'ldi. Shunga bu illatga duch kelgan insonlar manmanchilik qilishdan yoki hasadxo'rlik qilishdan yoki boshqalarga ziyon yetkazishdan yoki yolg'onchilik qilishdan yoki vafosizlik qilishdan yonmaydi. Bu illat shu darajada og'ir bir illat. Bu sebepten mağrurluk kesiliga duch kelgan insonlar hammadan bilarman keladi. Bilarmanlikni da'vo qiladi. Doim ana xayrun minhu deb turdi. Xo'sh. Men yaxshi edi. Mening tashkilotim hammadan ulug'. İşte mende qildig'ini yo'q, mende cho'ngi yo'q, ana xayrun deb turdi. Oyat qarasak bu oyatdan nima ishlatilganligini bila olamiz. Ve hech kim qilolmaydigan ishni qiladiganida qiyofat kirib oladi, gap so'zlarda shunday xitoblarni qiladi. Buni o'ylanib kifoyalanmay, salohiyati to'shmaydigan sohalarda fatvo ishlariga aralashib oladi. Boshqa fikrdagi kishilarga ijtihodiy fikr bo'lgandan to'g'ri edi, balki to'g'ri bo'lish ehtimolligi bor deb insof qilmay chetib qoladi. Balki tahi o'zidan boshqalarni ish qilolmaydiganlar, kar kelmaydiganlar, yaramaslar deb chetib qaqishga, jamiyatni yiroqlashtirishga bu orqali o'zi ustunlik erishishga urinadi. Bu sebepten bular özlerinin göz karşını ve özleri tanlagan usulünü birden bir toğra. Hemmeden toğru olmuş şu dep qaraydı. Başkalarının göz karşını usulü olan bu hata, ya ki yaramsız, ya ki paysız dep qaraydı. Yani xulas kalamının bulduğsa, işte men kılıman, mening teşkilatım toğra, mening tutqa yolumdur qağınlarımız bika, mening kaynımdım man, mening çapınımdı köte, men hemmede yuqırı olay degen bu. Bu gapning taqazzası aşağı bir taqılıdım. Üstünlük talışının mahiyeti aşağı. Köp rahmet, hakikaten biz hala netçe degan programımızda, şu İslam Biz programımızda şu türlük siyasi sahadaki teşkilatlar içindeki ve şahslar oturusundaki şundaq bir ayıp, noksan, kamchiliklarni o'tirib qo'yib kelyapmiz. Bugun shuning jumlasidan bir savol var deb. Hamda o'sha siyosiy faoliyatlarda ustunlik talashishning ko'rinishlaridan bir qancha yog'iz gap qilsak. Yangi siyosiy faoliyat boshlaganlarning ba'zisi, hammasi emas. Xo'sh. Bir oz narsa bilib olsa yoki ba'zi bir usullarni o'rgansa, o'zidan ilgirkilarning fazilatini inkor qiladigan illat mavjud. Xo'sh. Bo'lmasa dinimiz wala tansawul fadla. Boshqalarning ortiqchiligini unutib qolmanglar. Ortiqchiligini ko'z yummanglar. Ammo bular o'zi maydonga tushib qolgan vaqtida boshqalarni ko'rmasga soladi. Boshqalarni yaratmaydi. Ustunlik talashidi. Dushmanni qo'yib qarindoshlari bilan hapilishidi. Bugungi siyosiy maydondagi ko'rinishlarni bir qator xulosalab jamlab qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir ko'rinishlarda Xitoy dushmanligidan bakrak qarindoshlik dushmanligi avj oldi. Xitoy dushmanligidan bakrak tashkilotlarga zarba berish dushmanligi avj olmoqda. Mana bu qarindoshlar bilan hapilish degan shu. Hamda bu sahadagi yoki bu turdagi shaxslar o'zi tanlagan, o'zi to'g'ri deb qaragan yo'lda to'g'ri ketavermay, o'zi qanoatlangan yo'l davomlashtiravermay, boshqalar bilan hapilishadi. Boshqalarning ish harakatlariga o'zi qozidek baho berishga tushadi. Boshqalar haqida bo'lmag'ur, noinsof, tuzkur, axloqsiz so'zlarni topdi. Xo'sh. Hem bu kishilarni tashkilotni yiroq turinglar deydi, halbuki o'zininki tashkilotiga da'vat qiladi. Bo'lmasa dinimiz jamoatlashishga,
toplashib ish qilishga, kollektiv shaklda ish qilishga, uyushib ish qilishga, muntizam sappa deganga o'xshash bu xil ruh bilan ish qilish buyuradigan din. Ammo dinimizning buyruq qo'ygan yakka holatdan kollektiv holatga, tarqoqlikdan jamiyatga, to'planishga buyuradigan bu kitobning aksicha tashkilotni urib o'tish, bu orqali kishilarni chechib o'tish siyosiy bo'mi qanda, bu tashkilot dushmanligi, Xitoy dushmanligidan avjanmoqda. Xo'sh. Albatta bu nuqtada prinsip ustunligi bilan shaxsiy ustunlik yoki tashkilot ustunligi orasida farq bor. Buni ayirib qarash lozim. Prinsip ustunligini qo'g'dash, himoya qilish har bir shaxsning, har bir faoliyatchining, har bir insonning mas'uliyati hisoblanadi. Ammo shaxsiy ustunlik yoki kollektiv ustunlik yoki tashkilot ustunlik qarasak, bu prinsip bilan ikkini teng o'rin qo'ygan olmaydi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, musulmonga nisbatan islom prinsiplari har zaman ustun o'rin turdi. Uning tashkilot nomi nim bo'lishidan qat'iy nazar, uning qurib guruhi birligi yana nim bo'lishidan qat'iy nazar, musulmonga nisbatan islom prinsipi hammaning ustun turdi. Shuningdek, millatning bir butun kimligiga vakillik qiladigan siyosiy prinsiplarimiz va qimmat qarashlarimiz har qanday shaxsning, har qanday tashkilotning, har qanday birlikning ustida turdi. Bu nuqtani obdan farq etish lozim. Biz ching turadigan yer, ustunlik talishadigan yer nerda buni bilish lozim. Shuning uchun prinsip uchun qilinayotgan ustunlik bilan shaxsiyat uchun yoki o'zining guruh uchun qilinayotgan ustunlik orasini ayirib qarash bu intayin muhim. Buni ayirib qaramagan vaqtida jiq ishlar chatoq chiqadi. Biz biraz ilgari to'xtalgandek nurg'un xafalıqlar sabab bo'ladi. Biz ching turadigan üstün to'sin deydigan, başımızın yüksek yerde, üstü yer o'rni var deb qaragan narsa bizdagi aqida, siyosiy prinsip, millatga bir butun vakillik qila oladigan kimlik. Ammo bu tashkilot, dernek, guruh, birlik, andaq-mandaqchilik hammasi mushu g'oya uchun xizmat qiladigan bir vositadan iborat. Ma'ni unutib qolmaslik kerak bu nuqtada. Xo'sh. Shunday bu yerda o'zini aziz tutish bilan mag'rurlanish orasida farq bor. Chunki o'zini aziz tutib yashash bu aqidasi sog'lom bo'lgan insonning xarakteri hisoblanadi. Ya'ni musulmon bo'lib bilan aziz yashash lozim. Xo'rlikqa bosh egmasligi, zulmga bosh egmasligi, o'zining aqidasiga, kimlikka ziyon beradigan ishlarga bosh egmaslik lozim. Mana bu aqida sifat aqida nuqtasidan yoki o'zining ideya nuqtasidan o'zini aziz tutib yashash, o'zini xor qilmaslik deymiz. Bu yo'lliqimiz yo'lliq, bu tashabbus qilamiz. Ammo mag'rurlanish, o'zini ustun tutish va ustunlik talashish bu qanday odamlarda paydo bo'lsa, o'ziga ishonchi bo'lmagan. Ojiz musulmonlarning xarakteri hisoblanadi. Ya'ni ojizligidan o'zining bir ish qilishiga yoki ishning natija chiqarishiga yoki o'zining tanlagan yo'lni zaman kesimi, necha yil kesim oxiri chiqish ko'zi yetmagan, ishonch bo'lmagan bu odamlar ta'tir yo'lni tutadi. Shu ustunlikka chiqishga, boshqalar bilan jidal majra qilishga, buni paydo qilishga urinadi. Xo'sh. Ham bu yerda aqidasi va vatan millat uchun kurash qilayotgan yoki kurash qilmoqchi bo'lgan musulmonga nisbatan yo'l nima deyish mumkin? Eng to'g'ri yo'l qaysi deyishimiz mumkin? Unda nima ish qilish lozim? Ya'ni eng ilg'or yo'l qaysi desa, aqidasi uchun, vatan millat uchun kurash qilmoqchi, siyosiy faoliyat qilmoqchi, siyosiy harakat qilmoqchi bo'lgan inson nisbatan eng to'g'ri yo'l qaysi? Bu yo'lning to'g'risi birinchisi Alloh yo'li o'zini unutish. O'zining shaxsiyatini unutish. Prinsip uchun ching turish, aqidasi uchun mustahkam turish. O'zining shaxsiyatini unutish. Fidokor bo'lish. Shaxsiy manfaatidan voz kechib, millat manfaatini yoki kollektiv manfaatini oldin chiqarish. Va yurtvozlikqa o'xshash tor doiradagi guruhvozlikni tashlab, millatni birlashtiruvga bo'ladigan siyosiy prinsip birligi atrofida harakat qilish yoki faoliyat qilish. Ishning to'g'risi manamish. To'g'ri yo'lmish. Dastlab o'zini unutish,
Fidakar oluş, şəxsi mənfəətinin kollektivinin mənfəətini əla oluş, tar dairedeki guruhlardan qutuluş. Her qanday bir şəxs yoki her qanday bir təşkilat üstünlükə erişsəm bo'ladi desa, təti yolunu qo'llanmasın, bunun yolu var. Xata usulü bilan raqobat kuchmasmi, bunun yolu var. Şeytanın usulunu qo'llanmasmi, bunun yetkini bo'ladigan usul var. Her qanday bir şəxs yoki her qanday bir təşkilat Allah'ın nazarında üstün bo'laysa, birinchisi ve milletning nazarida üstünlük erişeydiyse, bunun to'g'ri yo'li taqvo bo'lish. İnne akramakum indallahi atqakum. Evzellik bana müşahede. Üstünlük müşahede. Ahlaklık buluş. Anlık buluş. Prensipte çıng turuş. Cumulak tavuzulap bugünemeyede et suya çoklap cümeslik. Kimliki ve kımmet karşıga uygun hareket etmeliş. Başkalar anda kıp gitti, bunu kıp gitti de toxtama şikayetten vazgeçip məğlubiyyətini başqalarına atıp qoyuşdan vaz keçib, siyasi xəritəsini elan qilish orqali millatni qoyil qilib ətrafına adam toplaş, yoki bu orqali hərəkət qilish. Shu yo'lning to'g'risimiş. Ammo afsuski ba'zilar ishi oqmasa, anda qilganlikdan, bu munda qilganlikdan deb başqalarga ojizlikni atib qo'yadigan illat shakllanadi. Shikoyatni jiqqinmay o'zimizni to'g'rilaylik. Xəritimizni ro'shan qilaylik. Millet kanaatlengerek bir nesine cemiyet taşlaydı. Xalq kanaatlense etrafımız oluşudur. O vaxtda biz üstün bolamiz. Mana bu to'g'ri yolmuş. Tabiiy yolmuş şu. Sağlam yolmuş şu. Hem de bunun aksiçe prensipimizden çetlep, ahlakımızdan çetlep, mafiyalık usulüge, karakçılık usulüge tayinsak, o vaxtda ne Allah'ın nazarında üstünlük erişeleyimiz, ne milletin nazarında üstünlük erişeleyimiz. Hiç kasık erişemeyiz. Hata yol hemen ziyan epkil. Hata yol hemen mağlubiyet epkil. Bir mezgil, bir ay, bir vakit, bir görünüş payda kılgan bilen vel akibetu lil muttaqin. Akibetki netice muttaqilarga mansub. Bu şekil vazlaga hata yoldakilarga mağlubiyet mansub. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Güzel iç paydamız. Hem müşahede bu üstünlük tanışış muşundaq bu kesellerninki mayli milletki bo'lgan yomon ta'siri bo'lsin, ziyni bo'lsin, da'voga bo'lgan ta'siri bo'lsin. Mush haqda biroz so'z qilsangiz. Her qanday shaxs yoki har qanday birlik nima deb atawasin, yoki har qanday bir tashkilotning nima ismda bo'lishidan qat'iy nazar o'zini siyosiy prinsipdan ustun tutish haqqi yo'q. Xo'sh. Tashkilot keladi, ketadi. Tashkilotda siyosiy prinsip g'oyaga yetkazgan eng muhim motor. Biz bu haqda ilgari ko'p to'xtaldik. Shu har qanday shaxsning, her qanday bir tashkilotning, her qanday birlikninki o'zini siyosiy prinsipdan ustun o'rin qo'yib olishi, qarindoshlariga cho'ngchilik qilishi, prinsipga va axloqqa uyg'un bo'lmagan nachar usullar orqali o'zini bozorga solishga ya cho'nglash urinishi bu tashkilotlar ichki jidal mojaroga sabab bo'ldi. Avam xalq orasida xato holat, guruhlashish, parchalanish, bo'linish holatini shakllantirdi. Bunun neticesi siyasi hareket yoki siyasi meydandaki milletning ya xalqning parçalanışına elib bordi. Bu üstünlük talışman desek bunun keltirib chiqadigan netijamiş. Şuna biz Allah'ın razılık üçün deb o'ylagan vaqtimizda bu ishlarning oldiga qarab o'tib gap qilish, qarab o'tib ish qilish lozim. Shuningdek bu üstünlük talışış illeti İslam qarindoshligini cho'rib tashlaydigan ma'qul. Ustunlik qildikmi, musulmonlik qarindoshligiga islom qarindoshligini cho'rib tashlaydigan ish. Islom qarindoshligini cho'rib tashlaydigan va prinsipal nuqtalarga rioya qilmaydigan holatga ekib qo'ydi. Ustunlik talashish illatiga duch kelsak, birinchi qilib bizdan o'tadigan xatolik emas, islom qarindoshligini cho'rib tashlaymiz. Musulmonlikning haq huquqini depsende qilamiz.
siyosiy prinsipni chaynagan bo'lamiz, yoki desigan bo'lamiz, yoki xorlagan bo'lamiz. Yoki ra'y qilmagan bo'lamiz. Buna bir misol olaylik. Bunaqa Xitoy konsuli oldidagi ayollar kunida elib berilgan namoyishni misol qilishga bo'ldi. U kuni mikrofonni tanishib olish uchun bir qism qurolliq mafiyalar yoki tapanchilik lukchaklar o'rnashtirilgan. Gapni men qilaman, boshqalar qilmaydi, yoki biz qilamiz, boshqalar qilmaydi. Kim biznes deb qolsa, ko'gilligini ko'rsatamiz degan shaklda bu islom axloqi tamoman zid bo'lgan, islom qarindoshligini tamoman ko'rib tashlaydigan, siyosiy prinsip, siyosiy axloq tamoman jot bo'lgan, musulmonlik axloq tamoman zid bo'lgan eng xatarli yo'nalishning birisi siyosiy faoliyatda maydonga chiqish, bosh ko'tarish boshladi. Buning natijasida doktorlik salohiyatidagi bir olimga ig'ir darajada tahdid solingan naq maydon. Bu reallik, reallik. Amaliy voqeamiz, amaliy voqea, xiyoliy voqea to'qib chiqmadi. Shohidlari bilan bir. Biz mush kunni ko'rayotimiz. Bizning dushmanimiz Xitoy birini tukuramadik. Bir mush atamadik, ammo o'zimizdan qarnishgan meningning qetiqini chiqarib o'tman. Siyosiy harakatda Daishlik qaytadan bosh ko'tarishga boshladi. 2013, 14, 15da Suriyadagi Daishlik tahdid solgan bo'lsa, siyosiy faoliyatchilarga yoki to'g'ri yo'ldagi harakatga bugun kunlikda bir qism noinsof, axloqsiz, islomning prinsipidan chetlagan, islom qarindoq tamoman yanjib etgan bir qism maxluqlar tarafidan bu krizisga duch kelmoqdamiz. Mening bu masalani tilga olishimning sababi muhim deb qarayman. 97-yildagi voqeani eslash lozim. İşni oddiy sanagan bilan, ammo ishning natijasi nega to'xtag'ini tarjishga misol tarix qaytish lozim. Bu xatarlik voqea siyosiy faoliyat, siyosat. O'zining qarinishiga lukchaklarni o'rnashtirish, qarashlarni yerlashtirish, eg'ir darajada tahdid solish olim ulamolarga bu siyosat eng eg'ir darajadagi rezillik bu. Mana bu voqealikdan nimani tushunalamiz? Siyosiy prinsipga rioya qilmagan vaqtida, musulmonlik axloqi rioya qilmagan vaqtida siyosiy faoliyat deb atsaqmi, bu faoliyatning millat nega boshlab bordiganligi, millatni qanday oqibatga duchor qildiganligini tushungan bo'ldi. Ham millatni qaysi yo'nalishga, bu siyosiy faoliyatning qaysi yo'nalishga epmayotganligini his qilgan bo'ldi. Shuning uchun siyosiy prinsip ching turish lozimdir. Siyosiy prinsip kompasning o'rnidadir. Siyosiy prinsip turukning o'rnidadir. Yo'l xaritasi deb ta'kidlayapmiz. Albatta buning ichida qarindoshlik, aqida qarindoshligi, milliy qarindosh siyosiy prinsipning o'rnidagidir. Buni chaynashga, buni dafsanda qilishga, buningga zulm qilishga qat'iy yo'l qo'ymaslik kerak. Shunga siyosiy kurash qilish orqali xalqni yetaklab mansam bo'ldi, yoki xalqqa bosh bo'lsam bo'ldi deydigan nochilar bo'lsa, tashkilotchilar bo'lsa, yoki faoliyatchilar bo'lsa, yoki erboblar bo'lsa, oldi bilan xalqni yetaklab maqmoqchi bo'lsa, oldi bilan qalbini poklab Alloh bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash lozim. Musulmonlik huquqiga rioya qilish lozim. Kimga xizmat qilmoqchi, kimga yetakchi bo'lmoqchi, kimga foyda yetkazmoqchi. Musulmonlik huquqini dafsand qilib qanday musulmonlik xizmat qilgani bo'lsin. Bu insonlar siyosiy ongsavisini o'stirish lozim. Bu siyosiy harakat, siyosiy faoliyat faqat bir vosita bilan, buni sanoqsiz vositalar bo'lishi kerak. Har kuni, har soatda yangi vositalarni, shariatning ro'yiga uyg'un keladigan, islomning ko'rsatgan uyg'un keladigan vositalar to'xtamay ijod qilishimiz lozim. Bu faqat bir vosita bilan bo'ladigan ish emas. Bu namoyish bilan bo'ladigan ish emas. Bu bir vosita yillar ilgari, yillardan beri qilib kelyapti. Şunun bilan birlikda bu erboblar kim bo'lishiga nazar siyosiy prinsiplarni o'zlariga, o'zlarining atrofidagi odamlarga va xitob qilayotgan insonlarga singdirishi bu intayin muhim. O'ziga singdirmasa, atrofidagilar singdirmasa va xitob qilayotgan qarindosh singdirmasa, natijada o'zaro jidal majra, to'qinish, ishga surkilish bu siyosiy harakatning oldidagi eng chong to'salg'iga taqqa aylandi. Shuningdek siyosiy harakat bo'lsin,
yoki shaxsiy faoliyatchilar bo'lsin, yoki boshqa arboblar bo'lsin, bir bo'lak kishilarning vaqtlik orqasi to'g'ondan mag'rurlanib ketmaslik kerak. Mening bunday deyishimdagi sabab, chunki siyosiy prinsip ro'yiga ega bo'lmagan yoki siyosiy prinsip ustida tarbiyalanmagan insonlar yoki xalq ommasi deb atayli, bir qism xalq ommasi hissiyotchan bo'lganlik uchun hayajon odamlarning xitobi bilan ta'sirlanishi mumkin yoki hissiyotchan voizlarning xitobi bilan ta'sirlanishi mumkin. Ta'sirlan. Bu insonning xarakteri. Hayajon so'z hayajonlikni paydo qiladi. Buni kim qiladi? Hayajon odamlar va hayajon voizlar buni shakllantiradi. Ammo xalq biroz hayajonlanib bundan keyin mangan bilan hayajonlik tükendagi xalq yani asl holatiga qaytish mumkin. Biz buni 71 numurli programmamızda xalq ommaviy harakatda bu xarakterni to'xtaldik. Shunga bunimi bu siyosiy arboblar, faoliyatchilar yoki siyosiyonlar yoki boshqa shaxslar buni diqqat qilishi foydali bo'lsa kerak. Shuning uchun angliq musulmon, sog'lom angliq musulmon ish harakatlarda, faoliyatlarda, gap so'zlarda bu nuqtalarga diqqat qilishi, siyosiy faoliyat qilgan vaqtida kimligiga yarasha, sen kim? Nima deb chiqding bu maydonga? Kimning roziligini ko'zlab chiqding degan bu savollarga javoban o'zining kimligiga uyg'un harakat qilishi, kimligiga uyg'un vositalarni qo'llanishi, musulmonlik kimligiga uyg'un vositalarni qo'llanishi, qarindoshlarini qarindosh ko'rib yaxshi muomala qilishi va musulmonlik axloqini chatmaslik lozim. Bo'lmasa yuqorqidek yomon oqibatlar meydon chiqishi mumkin. Natijada millatning harakatini, millatning arzu-armonlarini ziyonga uchratishi yoki siyosiy kurashni xato yo'lga boshlab menishi mumkin. Ko'p rahmat. Undan o'samda shu yuqorida so'zlangan shu illatlarningki bu tuzitish, bu illatlardan yoki bu illatdan qutulish yo'llari qaysi? Bu shaxs birozga qilib tugatsak programmamizni. Ama ustunlik talashish yoki shuhratparastlik yoki mansabparastlik yoki mag'rurlik deb ataydi, turli ismlari bilan. Bu illatning qutulish yo'li bormi bor? Bu illatning qutulishning yo'li ixlos. Ya'ni samimiylik, samimiy bo'lish. Qalbni poklash va siyosiy ong saviyani o'stirish. Chunki bir insonda ixlos bo'lgan bilan, qalbi pok bo'lgan bilan o insanda siyosiy ong saviya bo'lmasa boshqalarning o'ynab ketadi. Boshqalar boshlig'a yoki garchi ziyonliq bo'lsa-mu cho'glaydigan bo'lib qoldi. Shuning bu yerda ixlos bilan qalbning pokligi bilan birlikda bu siyosiy ong safoni o'stirish bu illatdan qutulishningki eng muhim yo'l hisoblanadi. Chunki siyosiy safasi yuqori bo'lgan inson millatning manfaatini ko'zlagan vaqtida, vatanning manfaatini ko'zlagan vaqtida, uningdan ilgari Allohning roziligini ko'zlagan vaqtida ba'zi o'zining shaxsiy manfaatlaridan voz kechadi. Xo'sh. Chunki samimiy insonningki axloqi go'zal bo'ladi. Boshqalar bilan chiqishib, moslashib harakat qila oladi. Nafsida voz kechganlik qilgan bo'ldi bu ishni. Qarindoshlari ko'yimchan keladi. Kibrlik qilmaydi, balki kamtar bo'ladi. Bu ixlos, samimiylik, qalbini poklash va siyosiy ansapaninki namoyandisi. Bu samimiy musulmon qarindoshlarga ilm ma'rifat sababidan yoki mansab sababidan yoki iqtisodiy sababidan yoki dindorlik sababidan cho'ngchilik qilolmaydi. Qilmaydi. Chunki samimiylikka zid keladi bu ishlar. Xo'sh. Shunga bu samimiy musulmon mansab yoki shuhrat deganda talishib o'tmaydi. Balki Allohning roziligi uchun ve özü közlegen siyasi faaliyet, siyasi hareketke nişan maksat için özde unutuşuk derişir. Maksadım işgaşı aslında. Nişanım işgaşı yeterlik bana der. Şunundaki bu samimi Müslüman bir ağız gapning sebebinden yoki kichikgina bir ishning sebebinden bir şemlik qilmaydi. Ağzını buzmaydi, ahlakını buzmaydi yoki mandaq debdi, andaq debdi, onu qilib kichikgina tani o'qishni deb qarindoshlar bilan bo'lgan munosabatni buzib etmaydi. Chunki uning qalbi ko'z kengri keladi, apuchan bo'ladi.
Mehribon bo'ladi. Kamtar bo'ladi. Bu samimilikning taqozosi. Demak, qanday bir shaxs ya qanday bir jamiyat yoki tashkilot yoki boshqa ismdagi narsalar mushkil sifat ega bo'la olsa, o'zini va tashkilotini millatning nazarida hurmat sazovar ega qila oladi. Ham millatning kimi e'tiborini qo'llashini qo'lga keltira oladi. Yo'lning bashi Allohning muvaffaqiyati, Allohning rozig'ini ko'zlash. Xo'sh. Bu samimiy musulmon degan ilm ma'rifat egasi bo'lib qolsa, ilm ma'rifatni oshgancha mutakabbirlik qilmaydi, hakavorlik qilmaydi, cho'ngchilik qilmaydi, ustunlikni talashmaydi. Bu ilm ma'rifatni mansab yoki shuhrat uchun ishlatmaydi. Bu inson samimiy bo'lgani uchun prinsiplardan va axloqidan mansabni deb, mol dunyoni deb, yanimchidan voz kechmaydi samimiy inson. Balki ilm ma'rifatni oshgan sir kamtarligi oshidi, kam qo'saqlik taqim oshidi va qarindoshlarga bo'lgan mehribonlik taqim oshidi. Bu samimiy musulmon degan boshqa qarindoshlarining yaxshi ish harakatlaridan xursand bo'ladi. Samimiy musulmon qarindoshlarining, ya'ni o'zining bishtuqin emas, bir musulmon qarindoshining ish harakatlaridan xursand bo'ladi. Ya'ni u qilmoqchi bo'lgan ishni boshqa birisi qila olgan bo'lsa, ya qilib o'tgan bo'lsa, alhamdulillah deb. Menga tushgan yukni bo'lsa yengillabdi deb. Meni qilmoqchi bo'lgan ishni osh qarindishim qilib o'tdi, Alloh rozi bo'lsin deb. Bir musulmonning qo'lida bir millatga yaxshilik kelsa, vatanga yaxshilik kelsa, dinimiz yaxshilik kelsa xursand bo'l. Ya'ni bo'lsa ach kushab turdi. Alloh madad bersin, muvaffaq etsin dedi. Bu samimiylikning taqozosi. Ishni men qilishim kerakdi, u qilmaslik kerakdi. Men oldin chiqishim kerak, u keyin qilsin demaydi. Bu samimiy musulmonning degan gapi emas bu. Samimiy musulmon ishni kim qilsa xursand bo'l. Muhimi nishon maqsadlari vujud chiqsa yetarli uning. Şunu onuzdan teşkilat qaysi yo'lni bo'lish qat nazar siyosiy prinsip asosida millatning kuchini va millatni birlashtirishga harakat qildi. Ama samimiylikning taqozosi bo'lishga emas, parchalashga emas, millatni birlashtirilgan narsa emas, siyosiy prinsip ro'yi. Aqidaga, vatan, millatga va kimligimiz qimmat qarshi uyg'un keladigan siyosiy prinsip ro'yi birdan bir millat birlashtira oladigan narsa. Buningdan boshqa bu usullar bu millatni birlashtira olmaydi. Bu samimiy bo'lgan vaqtida kuchni birlashtirishga, millatni birlashtirishga tirishib, uning ekstrator yo'l tutmaydi. Bu aqidasi uchun vatan millat uchun atlangan samimiy musulmon degan bir ishga va'da bas kuchining yetishiga tirishib. Va'da bergan ya imzo qo'ygan bo'z vafo qiladi. Jumaloq tavozlik qilmaydi, maydonsizlik qilmaydi, kunda o'zining kimligini o'zgartmaydi, terisini almashtirmaydi. Aqidasi va vatan millatidan iborat nishon maqsad uyg'un qildigan har qanday harakatni, har qanday kuchni kim bo'lishidan qat'iy nazar qo'llaydi. Boshqa tashkilotdan bo'lsin qo'llaydi, boshqa jamiyatdan bo'lsin qo'llaydi. Chunki uningki aqidasi va vatan millatidan iborat nishoni vujud chiqdi. Demak, o'zining aqidasiga vatan millatidan iborat nishoni uyg'un ish harakat qilgan tashkilot Yevropada olsun, Asya'da olsun, yanı bir şeyde olup kalsın, bu kılmakçı olan iş hassi koşkanlık için, medet berganlık için, yükünü yengilletkenlik için olkışlayıp, onu kollayıp. Bu samimilikten taqozosi. Navadı bu kişi o hareket öz katlaşanmagan bolsa, qaysi bir sebepler bilen, katlaşanmagan takdirde nişan maksatının iş için, yoki ishga oshganlik uchun yanalam yordam qo'lini suzdi. Hech bo'lmasa duo qildi, madad bir. Bu samimiylikning taqozosi. Ammo buni aksi bo'lgan chaqda ishni men qilishim lozim, oldiga men chiqishim lozim, o'qib ketamdigan, u bazatib ketamdigan, u xalq atrofiga to'plashamdigan deb, bu yerda hasadxo'rlik, manmanchilik, ichi yomonlik, suiqasd qilish va putlik ashan bo'lish, gap tapish, fitna tapish degan o'xshi nurg'un illatlar bu yerda kelib chiqadi. Şuna bu meseleye her birimiz dikkat kılışımız, bularının üstünlük, şöhretperest alışısı ibaret. Bu naçar illetten, bu psihik karakterlik keselden her birimiz kurtuluşumuz lazım. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Ayetimi hızlık güzel şekilde düşündürüldü. Bu şeyde ahırlaşırsak programımızdan vaktimi toşuptu. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib Islom va biz programmamizning 73-soni müşahede oxirlashdi. Aytib o'tilgandek, nurg'unlagan tuzishga tegishli shunday illatlarimiz mavjud inshaalloh. Oldimizda kelayotgan
bu mübarek ay münasebeti bilen sanaqlıq günlər qaldı. Ramazan iyi hem sanaqlıq günlər içinde. Bu mübarek günlər yıkılışvatqan muş fürsətdə inşallah her bir anlığan dərslərimiz, öyrəngilərimiz texinmək bizə təsir qılıb özümüzni özgərtişkə güç qoşuşunu Rabbimdən tövəcəkdən sorayımız. İnşallah Rabbim ömür versə aldığımızdaki sanda görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.